Avtoklab, gazoblok, oddiy gazoblok va pena blok. 3 ta material ko'pincha buni aralashtirib yuborishadi. Bugun qaysi biri suvga chidamliligini birgalikda tekshiramiz. Qara boshladik. Eksperiment uchun bloklarimizni tayyorlab olamiz. Avtoklab gazoblok. Avtoklabda yuqori bosim va harorat ostida ishlab chiqariladi. Oddiy gazoblok avtoklavsiz, teshiklari kattaroq, tuzilishi zichligi kamroq. Pena blok ko'pik chiqaruvchi bilan yasaladi. Avvalo har bir blokni quruq holatda tortamiz. Bu bizning nazorat vaznimiz bo'ladi. Uchta blokni suvga solamiz, har biri qancha suv yutishini birgalikda ko'ramiz. Har bir blok holatini ko'ramiz. Avtoklab gazoblok 4 kg 100. Oddiy gazoblok 4 kg 400. Pena blok 5 kg 900. Nega bunday deysizmi? Hammasi teshiklarda. Avtoklab teshiklari yopiq, suv ichkariga kirmaydi. Pena blokning teshiklari ochiq, xuddi gubka kabi. Oddiy gazoblok o'rta holda. Agarda namlikka chidamli devorlarni istasangiz, avtoklab gazobloklarini tanlang. Gazobloklar haqida yana foydali ma'lumotni istasangiz, bizga obuna bo'ling. Megaton o'zgarish vaqti keldi.